Men birdik endi. Mana o'rdak shaximizda suluv olib, ichiga gilamlarni yashil, yashil Fotimani bir hovliga tushirdilar. Yangi emas, lekin xarob ham emas. 3 xonasi bir zali bor. Bog'cha qarovsiz, hovli, uy va bog'. To'y oldidan yig'ishtirilganiga qaramasdan ko'p vaqtlardan beri ayol qo'li tegmagan. Bilinib turadi. Fotimaning ko'ngli zirqiradi. Xasta, zaif, holsiz bir yosh ayol ko'z oldiga keldi. U bolalariga qanday taomlar bergan, hovlini qancha orasta qilgan. Faqat xastaligidan bog' oyoq bosolmaydigan holga kelgan. Aslida to'y deyish unchalik joiz bo'lmagan bu yig'inga kelgan qo'shnilar birpasdan so'ng tarqalishdi. Uyda faqat Odilbekning qarindoshlari 4-5 oy. Birozdan so'ng eshikdan bir ayol va 2 bola kirdi. Fotima bu xotinni 2 marta ko'rganini esladi. Odilbekning xonasi. Yonida qora qosh, qora ko'z, qirra burun, chiroyli sho'ro 2 go'dak. Yangi liboslar kiydirilgan, sochlari taralgan. Agar ular diqqat bilan boqqanlarida yuzlaridan iztirob belgilarini ko'rmasalar, bu ularda iztirob yo'qligidan emas, balki noto'g'ri qarash, yaxshilab qaramaslikdandir. Odilbekning xolasi ularning qo'llarini tutib olgan. Fotimaning yoniga kelishdi. Muloyim, ammo ko'p vaqt dard chekkani bilinib turgan holda, "Xush kelibsiz, qizim", dedi. Xushvaqt bo'ling ayol yonidagi bolalarga ishora qildi. "Mana qizim, bolalaring." Avval enasi qaradi. Katta onasidan keyin. Kim kelsa shu uning qo'lida qoldi. Qo'g'irchoqday qo'ldan qo'lga o'tib yurish bitti, bechora bolalar. Endi senga topshirdim. Omonat. Shunday omonatki, ko'ngillari jannat eshigiga bog'langan bir omonatki, boshidan bir tut shu joni qiynalsa hisobi katta.